Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz xudo xolasa yangi yo'nalishni boshladik. Sizlarga oldin ham videoda aytganim bo'yicha Mirkamol akamdan avtoservis uskunalar do'konidan professional darajadagi uskunalar xarid qildik. Akamlar bilan hozir tanishtirib chiqamiz sizlarni. Yuring aka, bash uskunalarni bitta tushuntirib bering. Mana bu yerda nimalar oldik hozir biz. Bitta tanishtirib bering aka. Kozma aka bu gruzovoy mashinalar uchun maxsus shinamontaj apparati hisoblanadi. Bu 26 diametrgacha bo'lgan любой shinamontajlarni balonlarni shinamontaj qilib beradi. Bemalol qiynalmasdan. Bu apparatimiz aka lehko balansirovka bo'lib, Kosin firmaniki aka. Eng oxirgi modellardan bittasi hisoblanadi. Bu bo'lsa shinamontaj yengil mashinalarniki bo'ladi. Buni qulayliklari juda ko'p aka. Buni pedali 5 ta bo'ladi. Boshqa shinamontajlarga nisbatan buni bemalol o'sha turgan joyingizda, o'zingizga qulay joyda pedalni bosib bemalol ishlasangiz bo'laveradi. Xullas mazza qilib ishlashlar ekanda. Xudo xolis mazza qilib ishlatadi. Kelgan usta mazza qilib ishlatadi aka. Sizlarga ham tavsiya qilamiz. Avtoservis uskunalar do'konidan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Akalarimiz xarid qilganimizni o'z vaqtida olib kelib berishdi. Baraka topishsin, hammasi cho'tki joylab tushirib berishdi mana hamma mahsulotlarni. Aka, rahmat. Salomat bo'lsin. Sog' bo'ling. Shofyor akalarimizga ham tavsiya qilamiz. Vohadan Toshkentga qarab kelishda 10 qo'linglarda keladi xudo xolasa. Yana bomba apparatlarimizni oldinda hali. Mirkamol aka, naryoqda moyxona ham bor. Faqat vulkanizatsiya emas, yuring ko'rsataman. Keling aka. Qarang, kattaligini, katta mashinalar bemalol kiradi aka. Assortimentlarni bomba qilib to'ldirib qo'yganmiz. Filtrlardan tortib moylagacha hamma sharoit bor. Zo'r. Yetmaganiga aka, mana bu yerda katta mashinalar kirib, qayilib, manevr qilish uchun zo'r sharoit qilingan. Menga yoqdi aka joyingiz. Ikkita yamiq qilib qo'ygan ekansiz kattagina. Bemalol katta mashinalar qiynalmasdan kelib, moyni almashtirib, hech kimga pamix bermasdan almashtirib ketsa bo'lar ekan. Shunaqa. Aka, gapingizni bo'laman, eng zo'r joyi moy almashtirishadi, vulkanizatsiya ishini bitirishadi. Kalotka, malotka xullas yengilliklarni zo'rlari bor xudo xolasa. Bo'ldi. Uni hammaga tavsiya qilamiz akalar, kelaveringlar.